Barchaga salom do'stlar. Bugun sizlar bilan Diyor Blocks, bugun sizlar bilan Six'ni orqadan quvlaydigan o'yin o'ynaymiz. Urush boshlanib ketdi. Qani kim birinchi boradi? Shuni bilib olamiz. Hozir bir minut shoshmay turinglar. Do'stlar, men o'yinga kirolmay qoldim. Hozir o'yin boshlangan so'ng parkurdan o'tadigan bo'lamiz. Shu parkurdan hozir o'tsam like hopmaylikingizda. Shu parkurdan o'tsam hozir like va podpiska bosib qo'yasizlar. Tayyorlaninglar o'sha. Mana o'tdim. Hal emas, lekin eng qiyini va mana negiz o'tdim do'stlar, bo'ldi, bosaveringlar. Bilamanmi o'tdim. Qaranglar. Bom. Hozir mana. O'yin boshlan. Yopmaylar. O'tamasam bosib qo'yinglar do'stlar. Jalkami bitta like bilan podpiska. Shu normal, shu bosinglar. Sad map. Ana kim 67 bo'lar ekan? Isa blot degan. Qaranglar, shu hamma odamdan men birinchi boraman. Ko'nglim sezyapti. Ikki odam sirazu o'lib qoldi. Men esa hali oldinda taska degandan 1 santimetr oldida kelyapman. Endi o'tib ketdi. Krishal qilib ketdi do'stlar. Qaranglar, men bir tushib ketdi dedim do'stlar, ko'rdinglarmi? Mayli, nima ham deymiz, endi imkoniyat bor. Shuni hozir bir bu ham o'lib qoldi. Xo'p, mayli. Hozir qaranglar, o'tsam like va podpiska bosasizlar. O'tsam agar. Hali vaqt bor. Bor bo'lganini nima qilay, o'tolmayman. 5000 dollar ishlab olaylik. Ko'rsatmadi-yu. O'yin boshlangan so'ng qo'shsam bo'ladi, lekin o'yin boshlandi do'stlar. Ketdi. Endi yutqizmayman. Endi 100% yutaman. Mana o'tyapman. Voy. Lekin yutqizmayman, qaranglar-da. Ortidan kelyapman, shu 67 ni men quvlayapman hozircha. Nima qilyapti bular? Hayronman. Ko'rdinglarmi? Men ikkinchi ismim o'zidan o'zi o'chib qopti do'stlar. Ko'rmay qopman, endi ko'rdim va mana hali o'tib boryapman. Hali ham tushib ketib yoki o'lganim yo'q. Lekin boshqalar o'lib ketdi, menimcha men bir o'zim o'ldim. Yo, boshqa odam ham bor. Oldiroqda. Unisini bilmadim, lekin men ikki odam yutibdi o'sha. Uchinchi odam hozir men bu o'zidan o'zi sakrib ketaveradi do'stlar. Nima qilay endi men? O'zidan o'zi sakrmaganda, lekin yutardim. Do'stlar, o'sha o'yin boshlanay deyapti mana. Zigzag map, sand map va lava map deydi. Lava map menimcha tekis yerda, hammasi tekis, lekin lava zo'rroq. Hozir 5 minut. 5 minut nimasi? 1 sekund ketdik. Ordamgidek men bir Davay, men bir. Nechta odam o'lib ketdi do'stlar? 3 ta odam birdaniga o'lib ketdi va yana bitta odam o'ldi.
Endi men esa birinchi o'rinman. Tezroq. Bo'ldi do'stlar, yigit ya. Nariga borsa bo'lar ekan. Hozir. Bu 6-7 ham ortimdan qolmas ekan, lekin u tushib ketdi. Men esa qoldim. Chatni nimaga ko'ryapman o'zi? Tiliga tushunmasam. Opa. Ozgina qoldi, ozgina. Ko'rdinglarmi? Boya 6-7 dan tushirib yubordim. Nimaga yana ko'rdim? Endi bosmayman. Qo'l ketib qolyapti. Hozir mana ozgina qoldi. Yaqinlashib qoldi u 6-7. Yaqin yerda tushib ketibman boyagi joyga. Lekin chetellik qilib yana minib oldim. Normal. 30 sekund o'lgan. Naryoqda qolib ketgan. Qaranglar, kelayotgan. Tekansa kutaman do'stlar. Kelsin. Yonimga bu oldimdagi joyga kelganda hozir sakrab boraman, lekin 1 sekund qolganda bo'ldi. $1000 oldim. 9022 k pulim bor. Nima olsam bo'lar ekan, hozir ko'ramiz. Hozir qayerga kirdim men? Open shop. Nimalar bittasini olsam, ikkitasini olaman. Va yana 15000 Rainbow Sword. Shunga hozir 15000 bo'lsa 7 marta yutishim kerak. Kerak emas. 2 sekund, bitta sekund ketdi. Zigzag map. Texture u ham. Bu joy ekan. Xo'p, mayli. Buni qo'yib ketamiz. Qanaqa qilib qo'yadi? Mana. Qani tusharmikan, ko'ramiz. Bu joyga bitta qo'yamiz. Bu joyga tushadimi? Ana tushdi. Endi ketib qochish kerak. Tuzog'imga tushdi do'stlar. Qochamiz. Vaqt yaratib berdim bularga. Endi esa uni unumli foydalansa bo'ldi. Qochish kerak. O'zi o'lib ketyapti. Kelib qoldim. Hal turibdimi 6? O'lib qopti u. Voy do'stlar, nima qilib qo'ydim? O'zim unumli foyda olmadim u vaqtimda. Qaranglar, shunda bir papitkada o'tsam, hatto like bosasizlar. Like degan jalqamas do'stlar. Bosasizlar, ketasizlar. Men esa unga motivatsiya yig'ib, har kuni video chiqaradigan bo'laman. Xo'sh. Ozgina qaranglar, like bosishga tayyormisizlar? Bosinglar, erkakmisizlar. Hozir o'yin boshlangan so'ng qo'shadigan bo'laman. O'yin boshlanishiga ham ozgina qoldi. 5 sekund qoldi. Hozir yana yutadigan bo'lamiz. Omad kelsa yutamiz. Omad kelmasa qanaqa? Zo'r bo'ldi lekin. Omadimiz kuchli-da do'stlar. Keyingi o'yin hozir qo'shilaman. Hozir o'zimiz o'lib qoldi. O'zimiz lekin lazerga tegib o'ldim. Keyingi o'yin ko'rasizlar. O'yin mana hozir boshlanadi. Endi o'lmayman. Boya parkurdan o'tib nima o'ylabdi do'stlar? Men 6-7 man. Qaranglar, yangi qilichim 10 mingga oldim. Men 6-7 man do'stlar, hozir yutamiz. Bitta kill. Ketdi. 2 kill. Mana. O'ldiramiz. Bittasi o'ldi. Yo'qaki. O'ldi bu ham.
Ketdik, boshqalarni o'ldiramiz endi. Tirik jon bormi o'zi? 6-7 mancha tushib ketmaydi shu joylardan. Aytdim-ku. Sakir shart emas, sakirsa sekinlashib qolar ekan bu. Ha, mana qizaloq. Bu yoqqa kelaversan. Men qayerqa boryapti u? Yetdim ama? Yetdim. 4 kill do'stlar. Yetdimmi? Hozir bu yoqdan hozir necha kill qildim men? Общий 18 kill, 11 marta yutganman. Bu zo'r statistika. Hasil. Hozir mana bir parkour taylay. Sen norm. Uchta odam boribdi unga. Bo'ldi shu. Endi bunda yutadigan bo'lamiz. Slay. Ketdi. Go. Botma bular. Yuguramiz. Bunda yetmasa bo'lmaydi lekin. Bu nimaga desanglar oson, shuning uchun. Qanaqa bo'ldi? Hech nimaga tegmadimi? Do'stlar, lekin bo'lmadi. Hech nimaga tegmasa ham o'lib qoldi. Nima deymiz endi? Hozir 2 raund o'ynaymiz, shu bilan video afsuski tamom bo'ladi. Sizlar esa like, podpiska bosib o'tiringlar. Robux'im narsa sotib olaymi? Lekin bitta Robux'im yo'q. Bitta bor. $8,000 bor. 15,000 kerak menga. Nima saylandi? Oson bu. Nova degan bo'ldi 6-7. Go do'stlar. Endi yutamiz endi. O'zidan o'zi o'lmaganda lekin yutar edim. Yo, tegdimmikan a? Lekin bilmadim tegdimmi, tegmadimmi? Shunda ham haqqoniy bo'lmadi. Bu ilon uni aylanalar tilami nimasi? Doira. Ko'rdinglarmi? To'xtamayman men bunaqa joylardan. O'lmayman ham. To'xtamay o'lmayman. Qanaqa bu fantastik parkour bo'ldi. Endi bu joydan to'xtab yurmasa, oshib ketib tushib ketishim mumkin-da. Ketdi. Lazerlardan qochamiz. 50 soniyamiz qoldi. 50 soniya easy yutamiz. Bu namuncha uzoq. Tekis joy bo'lsa ham keldik o'sha. Bu joyda men bor joyda 6-7 ga o'rin yo'q. Hali kim apti? Men birinchi bo'lib ketman. 86 soniyada. Birinchi kep va bu joyga kelib o'lib ketdim. Hozir ko'ramiz. Bu endi bu joyga keldi. Yetarmikan? Nimasi bu endi tushib ketdi-yu. Va bitta o'zim yutibman. Nima endi bu bitta odam yutsa bo'lar edi yonimda. Topmayli bu parkurni tez o'lib ketganda o'ynasam bo'lar edi. Hozir o'ynasam yana o'lib qolishim mumkin. Shuning uchun o'ynamayman. Oxirgi raund qanaqa bo'lar ekan endi? Qaysi norma bo'linglar. Winter Tower saylandi. Va oxirgi raundda har doimgidek 6-7 man. Har doimgidek emas, o'sha. Birinchi marta video-ku. Yana bitta 6-7 yurtdi. Qanaqa bitta 6-7 bo'lishi mumkin?
Men nima qilib sakrab yuribman? Ketdi, sakrmasa ham bo'lmas ekan. Neta degani o'lib qoldi. Jahongir ham o'lib qoldi. Ikki odam urushimiz, lekin meni kilim bo'lmadi. Afsus. Ketdi. Ozgina qoldi. O'ldiramiz bu ikkalasini. Oldimda ikkalasi. Davay, yetaman. Tushib ketmasam bo'ldi. O'ldirdim va bu joyda aqlli qilib tushgandan ham o'ldirdim. Nima bor edi tushib? Ketdi. U 6-7 qaraydi, tepamda yuribdi. 6-7 tepasida 6-7 yuribdi. Wow. Qayerdaki endi u? Qani topinglar. Uju finishga yetdi menimcha. Ha, yetibdi. Yo'q. Men yutdim do'stlar. Sizlar bilan bo'lgan Dior Blocks. Keyingi videolarda ko'rishguncha like va podpiskani unutmay bosinglar. Hammaga